Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Habibulloh Web. Xo'p, bugun darsimizda sizlar bilan null haqida gaplashib o'tamiz. Null TypeScriptda nima ekanligini bilishdan oldin sizlarga keling, kanalim bilan yana bir marta tanishtirib o'taman. Bu Habibulloh Web kanali. Bu kanalga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, bugunoq obuna bo'lib qo'yinglar. Hozir video tugagandan keyin obuna bosib qo'yinglar. Yangi videolarni men qo'yib boraman. TypeScript kurs qo'yib boraman men playlistlarda. Mana TypeScript kurs butunlay to'liq. Keyin backend kurslar ham Node.js bo'yicha ikkita backend kurs playlist bor. Kirib bemalol bunda kurs qilmagan narsalar bunda kurs qilgan, bunda kurs qilmagan narsalar bunda kurs qilgan. Hali bular hech qaysi playlistim to'liq tugamagan 100%. Bu o'zi 15 ta darsdan iborat bo'lish kerak edi. Endi hozir 15 ta dars hali endi yana qo'yib boramiz. Bu yerda esa backend kurs 10 ta darsdan iborat bo'lish kerak. 10 ta dars bu ham hali beri bor. Bu esa hali 50 ta dars bor. Bunga asosan bunga hozir o'z vaqtimni sarflayapman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar, qo'llab-quvvatlanglar, bosib qo'yinglar, kommentariylar yozinglar. Shuning uchun qo'llab-quvvatlayverganlar yaxshi. TypeScriptda null bu hech qanday qiymat yo'qligini bildiradi. Ya'ni null nima ekan bizda? Null hech qiymat yo'q ekanligini bildiradi. Bizda hozir quyida sizlar bilan null bilan ishlash uchun asosiy ko'nikmalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, null o'zi bu qiymat bor, lekin hozircha yo'q degan ma'noni anglatadi. Masalan, foydalanuvchi profilini kuzatayotgan bo'lsak, lekin hali kelmagan bo'lsa, bizda nima bo'ladi? Masalan, let user bo'ladi. Bu string bo'ladi. Va bu yerda biz null deymiz. Va uni null ga tenglab qo'yishimiz mumkin bo'ladi mana. Null o'zi qiymat bo'lishi mumkin. String yoki null bo'lishi ham bizda mumkin deb aytib qo'yamiz. Bizda masalan har foydalanuvchi bizda bir aniq bu yerda pastda bizda kelgani yo'q. Masalan, biz user deb noqib aytib qo'yganimiz yo'q masalan. John doya qilsak biz o'zida string xato bo'lmaydi. Bizda agar bunda noqib null degan bo'lsa bizda ne xato bo'lmaydi. Bu ham to'g'ri, chunki biz bu yerda null deb berib qo'yganmiz. Agar biz buni olib tashlaydigan bo'lsak, bizda bu xatolik beradi do'stlar. Mana bizda null edi. Null bilan birga turadigan type. Bu union type hisoblanadi. Union type bizda hozir ko'rsatib o'tdim. Shunga o'xshash age bo'ladi masalan. Bizda number bo'ladi. Va null bo'ladi. Null bo'lishi mumkin. Va agar biz pastda bunaqa age 13 bergan bo'lsak, menda xatolik yo'q. Agar men buni bundoq undefined bergan bo'lsam, xatolik bor. Chunki bu yerda bizda undefined emas. Bu yerda bizda ataylab bo'sh qoldirilgan bu. Nullni biz tekshirishimiz ham mumkin. Bu bizda union type bilan birga do'st bo'lib ishlaydi bu ikkalasi. Biz endi tekshirishimiz ham mumkin. Masalan, name deyman. String null, to'g'rimi? Buni null ga teng bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Biz endi mana nima qilaman? Tekshirishim mumkin. Agar men deyman, name deyman. To'g'ri. Null keladigan bo'lsa deyman. Mana name null keladigan bo'lsa deyman. To'xta, name nima xatolik chiqadi? Va blok ekan-ku bu. Bizda bunda person bor. Person ham blokmi? Person blok emas. Bo'ldi, person agar biz null bo'lgan bo'lsa deyman, blok deymiz. Person is null deb bizda xato bizda unga xabar yuborishimiz mumkin bo'ladi. Agar null bo'lib qolgan bo'lsa, agar nulldan boshqa ma'lumot chiqadigan bo'lsa, bizda nima deymiz? Log deymiz. Nima qilamiz? Person masalan to uppercase berib qo'yishimiz mumkin. Lekin bizda nima to uppercase bermaydi? To uppercase chunki bizda ne yo'qotdi? Masalan
Hop, mana bunday qilamiz-da hozir. Bundoq qilaylik-da. Ha? Mana qirib qo'yaman. Bu yoqqa qo'yib yuboraman. Mana. Mana endi buni olaman-da. Hop, bizda bo'lmadi baribir. To uppercase bo'lmadi. Mayli, to uppercase demaymiz. So'zlar просто bizda buni log deymiz. Person is person deb nomini chiqarib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Endi men nima qilaman? Pastda endi aytamanki, ishlatmoqchi bo'lsam, просто men aytaman. Person deyman. John Doe bo'lsa, menda bu endi nima qilaman-da hozir. Deyman. Terminalni ochaman. Bu yerda PowerShell o'tkazib olishim kerak bo'ladi. Git 5 ga o'tkazib olishim kerak bo'ladi. Git 5 da men aytamanki, test statement and the person is null chiqadi. Nima person is null chiqadi. Endi person bu agar person null bo'lmasa ham sal tushunarli bitta ko'ngilni hal qoldi. Shuni mana shunday qilib bunday qilaylik-da. Mana shuni bunday qilaylik. Bunday qilaylik. Mana. Endi nima test deyman-da. To'xtab pastda. Personlar bunday qilaman. Bunday masalan, test deyman endi. Update bo'lsam, person is not null. To'g'risam, person is not null degan yozuv chiqib turibdi. Men o'qimayapti hozir. Qo'ygan bo'lsa endi o'qiyapti. Shunaqa do'stlar, bizda mana shunaqa qilib tekshirishimiz mumkin. Va optional chaining nullni tekshirishimiz ham mumkin. Masalan, buni o'chirib turaman, yozib oldinglar o'zingizga degan umiddaman. Type deyman, user degan type bor bizda. User degan type bor bizda. User bizda duplicate bo'lgan, shuning uchun biz user bera olmaymiz. Shuning uchun men endi employee deyman. Employee ishchi name bor bunda. Name string bor. Hop, endi adres bor. Adres qilamiz-da biz hozir. Masalan, men adresni optional qilib qo'yaman. Optional beringlar bilasizlar. Optional qilib qo'yaman. Hop, optional o'ta city bo'ladi. City stringda bo'ladi. To'g'rimi? Mana endi buni ishlatmoqchi bo'lganimda nima bo'ladi? Const user bu employee oladi. Employee name bu nima bo'ladi? Name John Doe. Nima John Doe bo'ladi. Adres yo'q. Adres yo'q, to'g'rimi? Adres bermasak ham bo'ladi. Chunki biz nima adres bermasak ham bo'ladi? Chunki biz optional qilib qo'yganmiz bu yerda. Adres yo'q bo'lsa ham xatolik bizda chiqmaydi. Xatolik chiqmaydi. Log bizda endi user .adres log qilamiz biz. .city deymiz. Va endi men nullish co-listing qilaman-da. Men endi buni city not provided deyman. Nima qilaman? Endi sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Nullish co-listing nima degani? Deb bu degani bizda bu belgining ma'nosi mana bu belgiga o'xshash o'zi. Null qaraganda, sizga ko'rsataman. Buning nimasi namda? Bu belgi emas edi. Ishqa mana bu belgiga o'xshash, ikkita shu belgiga o'xshash. Bu xuddi shu belgi ma'nosini beradi. Bu qiymat yo'q bo'lsa ham buni o'rniga buni zaxira qilgan degan ma'noni anglatadi. Ya'ni bizda agar a null bo'lsa, unda b qiymatni olsin. Aks holda a ni o'zini qaytarib bersin. Ya'ni bizda endi a yo'q. Agar bizda user address city bo'lmaydigan bo'lsa davomimiz, mana user address city bizda yo'q bo'lsa davomimiz, unda city not provided degan narsani bizga chiqarib bergan davomimiz. Agar bo'lsa davomimiz, bizga mana shuni o'zini chiqarib beravergan davomimiz do'stlar. Endi men
test deyman. Not obedience ham. Mana city not provided degan chiqadi. Jismoniy mutaqqat kitobi. Bu nimaga chiqib ketyapti? Bu yerda xatolik beryapti. Bu bizning qilgan loyihamizda edi. Xo'p. Bizda buni ko'rib oldik do'stlar. Ko'rasizlar, bizda masalan bu yo'q bo'lsa ham biz uni knowledge coalescing orqali zaxiradagi o'zimizning propertylarimizni ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bor bo'lsa kir yoki-da bizga boshqa narsa qaytarib ber. Endi knowledge coalescing da bizda masalan null yoki undefined bo'lsa, o'ng tarafdagini oladi. Shunaqa. Funksiya qaytaradigan null misolini ko'rib chiqamiz. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetadi do'stlar. O'zida kattaroq misol function find user masalan. Find user. ID'si bo'ladi, bu number qabul qiladi. Mana. Va bu bizga string qaytaradi. Kutilmaganmi? Kutilganmi? String qaytaradi. Endi string o'zi bo'lmasin deb bizga null qaytaradi. Chunki null qaytaradigan funksiya yozamiz. Xo'p. String yoki null qaytaradi. Agar id bizda xatolik bo'lib qoldi do'stlar. Agar id bizda teng kelib qoladigan bo'lsa, deymiz 1 ga. Nima deymiz? Aytganki, bizda yonida aytamizki return deymiz. Return degan bizda Habibulloh qaytargan deymiz. Habibulloh qaytargan deymiz. Agar noma'lum unaqa bo'lmagan bo'lsa deymiz return null qaytargan. Bo'ldi do'stlar. Bizda bu hal. Endi ishlatish qanday bo'ladi desanglar, user bo'ladi. Ishlatish find user chaqiramiz. Masalan, bizda bu 1 to'g'rimi? 1 bo'lsa bizda masalan 1 bo'lsa log deymiz, userni chiqazamiz. 1 bo'lsa user deymiz. Masalan, user dedik, to'g'rimi? User dedik. Endi men test deydigan bo'lsam, not up menda bu mana Habibulloh chiqdi. Agar men buni 1 emas 2 qiladigan bo'lsam, menda bu nima chiqadi do'stlar? Null chiqish kerak. Mana menda null chiqyapti. Juda ham ajoyib. Biz bugungi mavzuni chuqur o'rgandik degan umiddaman. Va bu mavzuni sizlar tushunarli bo'lsa, like va izohlarni yozib qoldirishinglar mumkin bo'ladi. Like va comment esdan chiqmasin. Sizlar shunaqa gap. Xudo xolasa bizga yanada yaxshi, yanada muhim va yanada kerakli mavzularni yozishda davom etamiz. Hammaga rahmat. Assalomu alaykum.